Aka, keling Dubayda firma ochish to'g'risida gaplashaylik. Men masalan oddiy o'zbek o'g'loniman. Masalan, Toshkentda 2 xonali domim bor edi. Men ingliz tilini yaxshi bilaman. Domimni sotib Dubayga ko'chib kelmoqchiman. Nima firma ocha olaman? Qanaqa ocha olaman? Shu to'g'risida gapirib bering, aka. Oxirgi paytlarda o'zbeklar Dubayda juda ko'pchiligi kompaniya ochadi. Bu albatta quvonarli holat. Qanaqa istalgan inson 18 yoshdan yuqori bo'lsa, O'zbekiston fuqarosi ham ocha oladi. Libo odam, O'zbekiston odam ocha oladi. Bozordagi talablar, qobiliyatlarga qarab turib, istalgan yo'nalishda biznes ochsa bo'ladi. Necha pul rasxod bo'ladi firma ochishga? $7,000 bilan $15,000 o'rtasida rasxod bo'ladi bitta kompaniya ochishga. $15,000 pul to'ladim. Keyin yana nima rasxodim bor meni, aka? Bu $7,000 bilan $15,000 degani bu faqat hujjat ishlariga. Litsenziya, mayda chuda hujjat ishlariga. Vizalar ham shuning ichida. Kirib ketadi hammasi. Oilangizga hammasi kirib ketadi. 2 yilgacha bemalol viza bilan yurasiz. Qanaqa rasxod bo'lishi mumkin? Marketingga xarajatlar bo'lishi mumkin. Lid degan narsa mijozlar oqimiga. Naloglar qanaqa bo'ladi? Kimga necha pul to'lashim kerak bo'ladi? Ko'p yo'nalishlarda nalog to'lanmaydi. Bu hujjat rasmiylashganda to'langan litsenziya uchun to'lov hisobda yashirin nalog hisoblanadi. O'zbekiston bilan bir xil bo'lib qolar ekan-da, unda to'g'rimi? O'zbekistonda ham hozir 1 milliard оборот qiladigan bo'lsanglar, 12% NDS to'laysizlar, bu ham как раз $10,000 bilan bir xil bo'lib qoldi. O'zbekistonliklarni ko'p ko'rdim, to'g'rimi? Ular necha pulga ishlayapti? $5-600 ishlaydimi? $300 ishlaydigan. $300 ga ham ishlaydimi? O'zbekiston uchun zo'r imkoniyat, ya'ni o'zbek yigitlari uchun. Mana shu yerda kelib biznes ochsanglar bo'ladi. Bu videoni millioner bo'lmoqchi o'rtog'ingizga jo'natib